Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz. Bugungi obyektimiz Surxondaryo Sho'rchiga bilan bu Qumqo'rg'on o'rtasida mahalla bor ekan. Shu eko bozorimizga sitrus mevalarini saqlash uchun xolodilnik qurishga keldik. Xudo xolisa video obzor qilib tushuntirib boshlaymiz. Xolodilnikimizga keladigan bo'lsak, senin içimiz penopoliuretandan bo'ldi. Penopoliuretan eshigimiz, vakuumli deymiz, zavodskoy eshigimiz. Senin içimiz plotnisligi shu 42 dan 44 gacha deymiz. 0.4 dislar bilan eng sifatli senin içimiz. Xolodilnikka keladigan bo'lsak, uzunasi 6,5, eni 4,5, balandligi 3,65 bo'ldi. Где-то bu yerga sitrus meva 15 tonna, 20 tonna. Og'irligiga qarab, banan korobkaga qarab, olmaga qarab kilosi o'zgaraveradi. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Surxondaryodamiz. Surxondaryodagi klientlarimizga doim aloqadamiz. Bemalol telefon qilib, nima xizmat bo'lsa, maslahat kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Surxondaryo Denodagilar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Rahmat, ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.